Burgut 40 yil umr ko'rganidan so'ng tirnoqlari juda uzun va egiluvchan holga keladi. Natijada u o'ljasini tutolmaydigan, ov qila olmaydigan bo'lib qoladi. Tumshug'i o'sib, ko'ksiga qarab qayriladi va oziqlanishiga to'sqinlik qiladi. Patlari qalinlashadi, qanotlari qarib og'irlashadi va parvoz qilish ham qiyin bo'lib qoladi. Bu holatda burgut ikkita qarordan birini tanlashga majbur: yo o'lim yoki yangidan hayot boshlash uchun azobli va juda og'ir o'tadigan 150 kunlik muddat. Burgut ikkinchi yo'lni tanlasa, tog' tepasidan uya vazifasini o'taydigan munosib joy topadi. Keyin tumshug'ini qoya devoriga qattiq ura boshlaydi. Nihoyat tumshug'i uzilib tushadi. Bir muddat kutgandan so'ng o'sib chiqqan yangi tumshug'i bilan tirnoqlarni uzib tashlaydi. Yangi tirnoqlar o'sib chiqqanidan so'ng esa u bilan og'ir va qalinlashib ketgan patlarini yuladi. Azob va matonat bilan o'tgan 5 oydan so'ng burgut xuddi qayta tug'ilgandek qanot qoqadi va u yana 30 yil umr ko'rishi mumkin. Ba'zan biz ham katta maqsadlarni amalga oshira olishimiz uchun o'zgarishimizga to'g'ri keladi. Ayrim hollarda bu jarayon og'riqli va azobli bo'lishi mumkin. Kamina o'zgarishim uchun olib borayotgan blogimni kuzatib borishni istasangiz, sahifamga obuna bo'lib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.